Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy, uyimdagilar. Erga tekkan ekan, bizani eslamaysizmi? O'zimiz keldik sizni ko'rgan uyingizga. Shahboz aka, bu bizani kelayimizmi? Yo'q, Voy, mana ismlari ham yozilgan-ku. Bizaniki oğlu bu ne? Bizaniki bu. Oyi, bizani uydagi illyustrami bu? Qizim, biz uyda fonar yoqib o'tiribmiz. o'xshasa kerak, ona. Bizani uydagi massaj qancha? Yo'q, Mana. Bizaniki arkasi yo'q. Hey. Oyi, bizani uydagi lagan bu. Qizim, biz osh qilsak qozonda yeymanmi? Kep qolganda, ona. Shahboz aka, ketmoningizni topdim. Men san protestchini topdim. Meniki bu. Kene bu qand qo'yadigan idishimizmi? Ha, xuddi o'zi bizniki, mana ikkita guli ham bor. Onam bergan buni, onamdan yodgorlik bu. Qizim, o'zi buni qidirib yurgandim. Ona. Dada, opamni oshxonasidan mashinangiz farasini topdim. Men ham zapas bolani tordim, ey. Buvi, ketganlarim shu yerda ekan. Go'zal, bu siz topchigingizmi? 46 razmermi? Meniki izlab yurgandim. Yalanga yo'q. Dada, rulingizni ham topdim. Opani asoslaringizni olib keldim. O'tkar, men nasasim-ku bu. Adasi, sizni sho'rsingiz. Ukamga kichkina erim kiyadi. Bizani asli yetilku. Bizani nashtab soqaq bular, opa. Anorligi. Ha? Sumkamni bir chetiga qo'shilib ketdi-da. Sumkasi katta ekan, ha? Endi uyga bora qolinglar, yana kelarsizlar. Ana bu velkomedaroshkacha bizanikiga olib ketaman. Joyiga qo'y uni.